Demak, normada gipotalamik pituitary gonadal aksesda gonadotropin releasing gormon, gipotalamusdan ishlab chiqaruvchi gonadotropin releasing gormon pulsatil, ya'ni bir ko'p bir kam ishlab chiqariladi. Mana shu pulsatil, ya'ni bir ko'p bir kam ishlab chiqarilishi FSK bilan LG ni stimullaydi ishlab chiqarilishini. Agar u continuous doimiy yuqori dozda ishlab chiqarilsa FSK ga inhibirlanadi. Pulsatil formada ishlab chiqarilsa u stimullanadi. Endi lyutenlovchi gormon leydi hujayraga ta'sir ko'rsatib testosteron chiqarilishini stimullaydi. Bu to'g'ri. FSK esa bu sertoli hujayrani stimullaydi. Sertoli hujayradan inhibin B ishlab chiqarishni oshiradi. Testosteron keyin negativ effekt hisobiga anaqa LH bilan gonadotropin releasing gormon sekretsiyasiga negativ ta'sir ko'rsatadi. Inhibin B esa FSK ni sekretsiyasini supressiya qiladi. Inhibin B FSK ni kamaytiradi. Testosteron LH bilan gonadotropin releasing gormonni kamaytiradi. Sertoli hujayralar temperaturaga nisbatan sezgir hisoblanadi, chunki sertoli bizning spermatogenezni ta'minlaydi. Spermatogenezni qo'llab-quvvatlovchi hujayralar. U issiqlikda atrofiyaga uchrashga moyil bo'ladi va skrotumdan tashqarida joylashgan bo'lsa, skrotumda joylashishi bu anaqa temperatura pastligini ta'minlaydi. Skrotumda joylashsa normal holat hisoblanadi. Agar u abdomenda yoki boshqa joyda joylashsa, u temperatura yuqoriligi hisobiga ular atrofiyaga uchrab ketadi. Endi bizda bittasi skrotalda dedik-a. Bittasi testikul, bittasi naqada skrotumda joylashgan, ikkinchisi esa undescended, ya'ni tushmagan, qorin bo'shlig'ida qolib ketgan ekan bittasi. Bittasi qorin bo'shlig'ida, bittasi skrotumda ekan. Endi o'sha anaqadagi qolib ketgani qorin bo'shlig'ida qolib ketganda sertoli hujayralarning massasi kamaygan. Shuning uchun inhibin B miqdori kam. Chunki inhibin B sertolidan ishlab chiqariladi. Sertoli ikkala anaqa testisda ham ishlab chiqarish kerak. Hozir bittasida ishlab chiqarilyapti, bittasida ishlab chiqarilmayapti, chunki ular abdomenda qolib ketib issiqqa sezgir bo'lib atrofiyaga uchrab ketgan. Shuning uchun ham inhibin B miqdori kam. Inhibin B o'zi FSK ni kamaytirib turardi. Hozir inhibin B kamaygan hisobiga FSK oshgan. Tushunarlimi? Inhibin B bu o'sha issiqqa sezgir sertoli hujayradan ishlab chiqariladi. FSK ni fiziologik inhibitor hisoblanadi. Agar bu patsientda kriptorxidizm bo'lsa, ya'ni bittasi tushmagan bo'lsa yurg'oqqa, sertoli o'sha tushmagan testisdagi sertoli hujayralar atrofiyaga uchrashi hisobiga inhibin B miqdori kamaygan, inhibin B miqdori kamayishi hisobiga FSK miqdori oshgan. Leydi hujayralarga esa farqi yo'q. Ular tushgan bo'ladimi, tushmagan bo'ladimi, faqat testosteron ishlab chiqaradi. Shuning uchun LH normada, shu hisobiga testosteron ham normada bo'lishi kerak. Testosteron normada bo'lsa, dihidrotestosteron ham normada bo'ladi. Chunki u anaqa periferiya ta'sir ko'rsatuvchi. Endi dihidroepiandrosteron bu testosteronning prekursori. Testosteronni hosil qiluvchi modda. Uning ham miqdori normada bo'ladi.